Oktagon 72 turnirini eng shov-shuvga sabab bo'lgan ikkita qatnashchisi Amirxon Alxo'jayev va Saturn jangi haqida mendan juda ham ko'p so'rashgan edi. Va demak, bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Ularning yutug'i jangga haqiqatdan masalan Saturn jangi haqqoniy bo'lmadi va boshqa balobatlar deyishganligi uchun men bu videoda sizlarga o'zimning fikrlarimni bildirib o'taman. Va keyingi videoyimiz Ahliddin va Shohasanni jangi haqida bo'ladi. Va albatta eng asosiy jang haqida va turnir haqida 3-video bo'ladi. Ya'ni Oktagon 72 haqida 3 ta video bo'ladi. Bitta videoga sig'dirsangiz, ya'ni zerikib qolishlaringiz mumkin. Shuning uchun bugun Saturn va Amirxon haqida bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib Saturn jangi haqida gaplashamiz. Saturn qaranglar, juda ham ko'pchilikni e'tiroziga sabab bo'lgan bola. Bu nimaga? Mana shu jang nimagadir ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Ya'ni raqibi birinchi raundni yutdi, Saturnni birinchi raund yutdi va ikkinchi raund ham yutayotgan edi. Chunki aniq zarbalar soni unda ko'proq, takedownlar soni bor unda va oxirida to'g'ri ikkinchi raundda takedownga tushib qoldi, lekin selam u jangni yutayotgan edi deb hisoblagan edik. Uzr, men umumiy holda demoqchi edim. O'zbek tilida gapiraman, rus tilini qo'shganligim uchun uzr. Agar qanaqadir so'zlar qo'shilib ketsa xafa bo'lmanglar. Xo'p, endi qarang, birinchi raund yutqizdi Saturn. Ochkolar bo'yicha stoykada ham, ya'ni zarbalarda ham va parterda ham Saturn mag'lub bo'ldi. Va ikkinchi raundda raqib nimagadir jangni bekor qildi, jarohat sababli deyildi. Nima uchun? Bu jarohat do'stlar shubhali ko'ringanligi bilinmaydi bu jarohat. Men o'yladim, haqiqatdan ham jarohat oldi. Nimaga? Chunki bunaqa jarohatni men ham bir vaqt olganman. Bilasizlar, Samandar Murodovga qarshi jangimda hech kim kutmagan edi. Yelkan qaysi vaqtda travma oldi dedi, lekin parterdagi bitta vaziyat meni yelkamning travmasini qo'zg'atdi, shu jarohatini. Va men o'yladim, bola menimcha parterda ishlayotgan vaqtida nimadir bo'ldi bolaga. O'sha travmasi qo'zg'aldi, shu jarohatni. Yoki bo'lmasam, zarba bilasizlar, 10 krossni juda ham cho'zib urar ekan bola. Shunaqangi endi 1 kilometrdan olib kelib urar ekan. Balkim shunda jarohati qo'zg'algan bo'lishi mumkin. Bunday urganlarning ko'pchiligining yelkasi ham chiqib ketadi. Va qo'shimcha Saturnni bitta narsasi menga yoqdi, ya'ni bu bola bilan masofada ishlaganida, stoykada masofada ishlaganida bu bola urib ochkoda yutib ketar edi. Bu aniq. Lekin Saturnga o'sha baribir shu Muhiddinlarning tajribasi borligi haqiqatdan ish beradi. Yonidagi sekundantlar haqiqatdan to'g'ri maslahat berishdi. Ya'ni bosim qilish. Raqibga nisbatan bosim qildi va raqib nima deyiladi, tanasi MMAga moslashmaganligini ko'rdik. Chunki u perchatkada boks tushib yurgan bola, ya'ni boks tushgan bola MMA bosimiga chidolmadi va jarohati qo'zg'aldi. Yoki charchog'i kuchliligidan jarohatni bahona qilib jangni to'xtatishga to'g'ri keldi. Nima bo'lganda men o'ylayman, Saturn haqiqatdan bu yerda g'alaba qozondi. Va to'g'ri texnika yo'q, stoyka yo'q, parter yo'q, lekin xohish bor. Eng asosiy narsalardan bittasi xohish bor. Xo'p, endi Amirxonning jangiga keladigan bo'lsak. Amirxon jangga chiqmasa kerak deb o'ylagandim. Men o'sha yerda mendan intervyu olishda boshqa narsa qilishganda men aytdim, Amirxon chiqmay, Amirxonni aytmaysizmi? Asosan masalan menga yoqqan janglar haqida aytdim. O'sha asosiy jang, Shohasanning jangi, boyagi Ahliddinning jangi deganimda, siz Amirxonni aytmadingizki deganda, Amirxon tushishini bilganim yo'q. Chunki meni xabarim bo'yicha Amirxon jarohat oldimi yoki tobi qochib qoldimi, jangga chiqmasligi kerak edi va jangga chiqqanligiga ko'ra haqiqatan hayron qoldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Raqibini xatosidan foydalandi, ya'ni joyida turib qoldi raqib. Bunaqa zarbasi kuchli bolalarga bitta joyda turib qolsangiz, ular sizni urib yiqitishadi. Amirxonga qarshi chiqayotgan bola bitta joyda turmasligi kerak, yoki hujum qilish kerak, yoki o'zini himoya qilish kerak. Mana shundagina siz kuchli zarbalardan saqlanib qolasiz. Va Amirxon bitta zarba bilan
bu gapimni tasdiqladi va bitta zarba orqali nokautga uchratdi. Bundan oldingi janglardek xuddi. Juda ham jismonan baquvvat bola va haqiqatdan zarbasi tegadigan bo'lsa, raqibni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Xo'p, meni endi keyingi beradigan nima deyiladi? Oxirgi so'zim, ya'ni Amirxon va Saturn haqiqiy jang qilib yutishdi. Haqiqiy jang qilib yutishdi va ularga faqatgina qoyil qolishimiz kerak. Braziliyalik sportchini yutdi Amirxon. Endi Saturn o'ziga o'xshayotganlarni yutyapti. Masalan, jangdan keyingi so'zini ko'pchilik tanqid qiladi. Men eshitmayman ham jangdan keyingi so'zini. Saturnni menga jangdan keyingi so'zi umuman qiziq emas. Nimaga? Men bunaqa gaplarni ko'pini eshitganman. Faqatgina hozir Saturnning gaplari o'ziga o'xshaydigan yosh, nimada qishloqda shu jang qilishni orzu qilib yoki shaharda jang qilishni orzu qilib yurgan bolalarga, pulim yo'q deb qiynalib yurgan bolalarga motivatsiya bo'ladi. Va mana shu janglardan keyin menimcha Saturnning juda ham moliyaviy ahvoli yaxshilashadi. Chunki bonuslar va boshqa masalan mashinalar, boshqa narsalar berishdi va aytganda tabriklab qo'ysak bo'ladi uni, mashina bilan qulluq bo'lsin deymiz. Haqiqatdan taydan shamol o'tib yursin. Oddiy bir kambag'al bola yo'q joydan ba'zi bir sportchilar yillab mehnat qilib bir natijaga erisha olmaydi, lekin Saturn nima deyiladi? Ikkita jang bilan bu narsaga yetib oldi. Ramazonga buni mashinaga yetish uchun yoki unga mana shu narsalarni sovg'a qilishlari uchun 10 ga yaqin jang kerak bo'lgan edi. Demak, xo'p, Amirxonga ham shu 3 xonali uy muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi Toshkent shahridan unga loyiq shunaqa uylar berishdi. Ko'p sportchilarga motivatsiya bo'ladi. Shu borib qiynalsam, pul tiksam, o'zimga oqlamas achadigan bolalarga bu motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun ham yoshlar qo'llarini tushirmasdan harakatni davom ettiringlar. Xo'p do'stlar, mana shu keyingi videoyimizda albatta Shohasan va Ahliddinning janglarini muhokama qilamiz va albatta Doston Bozorov va umumiy turnir haqidagi meni fikrim bildirib o'taman. Bunaqa turnirlar qilish kerakmi, yo'qmi? Videoni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar va sizlar tomonidan har bitta yozilayotgan kommentariy menga kuch-quvvat bo'ladi. Mayli tanqid qilsanglar ham yoki qo'llab-quvvatlasanglar, layklarni ayamanglar do'stlar. 1000 dan ortiq layk bo'lsin deb umid qilaman mana shu videolarimga. Salomat bo'ling.